Xo'p, bypass tizimimiz bo'ldi. Demak, bypass tizimimiz oxiri ichki tizimi obratga quvur liniyasiga ulanadi. Demak, o'sha trassani magistralda obratning liniyasidan suvni olib, ichki tizimni obratning liniyasiga, qaytish liniyasiga suv to'ldirish asosida ishlaydi bu tizimimiz, podpitka tizimimiz. Xo'p, demak umumiy trassa tomoni bo'ldi, отопление liniyamizni endi ichki tizim tomoniga o'tsak. Ya'ni ITPimizda bu tomoni asosan trassa tomoni, u tomoni esa ichki tizim tomoni hisoblanadi. Xo'p, ichki tizimimiz qanaqa? Demak, ichki tizimimizni umumiy boshdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak bu ichki tizimga chiquvchi podacha quvur liniyamiz bu. Ichki tizimga, ya'ni teplomennlikdan isigan suvlar, temperaturasi oshgan suvlar kelyapti va ichki tizimga qarab ketyapti. Xo'p, ichki tizimga ketish quvur liniyasida mana bu quvurlar orqali demak kollektorga ulanyapti. Demak, u yog'i demak ITPning qismi emas, bu ichki montaj qismi hisoblanadi. Demak, bu yerda birinchi har doimgidek bu yerda manometr uchun joyimiz bor. Hozir bu yerda manometrimiz yo'q. Keyin demak ichki tizimni yopib ochish uchun sharoviy ekranimiz, ya'ni zaporniy armaturamiz mavjud. Va bu yerda ko'rib turganingizdek antivibratsionniy vstavkamiz bor. Demak, qachonki qo'llaniladi, nasoslarimiz quvvati yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak ichki tizimga ortiqcha vibratsiya berib, noqulaylik tug'dirmaslik uchun antivibratsionniy vstavkalarimizdan foydalanilgan. Hozir bu yerda ham xatolik bor. Antivibratsionniy vstavkalar qo'yilgandan keyin mana bu anaqa shpilkalarimiz, ya'ni geometriyasini o'zi, konstruksiyasini ushlab turish uchun o'zi отгрузка jarayonida foydalaniladi. Bu montaj qilingandan keyin olib tashlanishi kerak. Hozir olinmay qolib ketibdi bu yerda. Xo'p, ichki tizimga haroratini ko'rishimiz uchun bu yerda qancha harorat ketayotganligini ko'rishimiz uchun bu yerda harorat datchigimiz bor, ya'ni termometrimiz. Termometrimiz mavjud. Hozir demak bu yerda tizimga suv ishlamayapti, o'shaning uchun 30 gradus xona haroratini ko'rsatib turibdi. Xo'p, undan keyin esa bu yerda bizda предохранительный klapanlarimiz bor. Ya'ni bu предохранительный klapanimiz, ya'ni saqlovchi xavfsizlik klapani hisoblanadi. Ya'ni tizimda davleniya silishga hozir me'yordan oshib belgilangan miqdordan oshib ketadigan bo'lsa, o'sha bosimga rostlanadi va undan oshib ketadigan taqdirda demak tizimdan ortiqcha bosimdagi suvni chiqarib yuboriladi va tizimdagi bosimni normallashtiriladi. Xo'p, bu yerda demak manometrimiz bo'lishi kerak edi. Hozir manometrimiz yo'q bu joyda. Demak, ichki tizimga qancha bosimda suv ketayotganligini bilishimiz uchun demak manometr turishi kerak. Demak, avtomatika uchun, ya'ni bizda shit upravleniyamiz boshqarish shkafimiz uchun ichki tizimga qancha haroratdagi suv ketyapti, uni qanaqa nazorat qilish kerakligi uchun bu yerda temperaturniy datchigimiz, ya'ni harorat datchigi o'rnatilgan. Sifrovoy. Mana shunaqa asosda, demak bu harorat datchigi hisoblanadi. Va teplommenlik. Ya'ni bu teplommenlikdan chiqadi. Yo'nalish, harakat yo'nalishi bo'yicha demak bu yerda bosimni ko'rishimiz mumkin chiqib ketayotganda, keyin bu yerda teplommenlikdan chiqishdagi harorat. Bosim oshib ketadigan bo'lsa, belgilangan miqdordan oshib ketadigan bo'lsa, ortiqcha bosimni chiqarib yuborish uchun, bosimni normallashtirish uchun saqlovchi klapanimiz. Va vizualni, ya'ni foydalanuvchi personal yoki xizmat ko'rsatuvchi personal ko'rishi uchun demak tizimga qancha harorat ketayotganligini biluvchi termometrimiz. Xo'p, undan keyingi esa mana bu o'sha ketma-ketlikda antivibratsionniy stavka, ya'ni vibratsiyani oldini oluvchi stavkamiz o'rnatilgan. Xo'p, demak ichki tizimdan qaytishimiz esa xuddi mana bunaqa u tomonga o'tar ekanmiz. Demak, ichki tizimdan qaytish liniyasi bir narsani boshida aytish yoddan ko'tarilibdi. Mayli, keyin to'g'rilaveramiz. Demak, ichki tizimdan qaytish liniyasini biz qisqartirilgan holatda umumiy texnik tilda T21 deb
shifrlaganmiz, ya'ni ichki tizimdan qaytish quvur liniyasi T21 hisoblanadi. Demak, ichki tizimdan qaytish quvur liniyasida xuddi o'sha ketma-ketlikda manometr ichki tizimdan qancha bosimda qaytyapti suv, keyin zaporniy armatura, yopuvchi klap, aniqamiz sharoiy kranimiz va ichki tizimdan qancha haroratda suv qaytayotganligini bilish uchun, vizualni ko'rish uchun, demak, termometrimiz o'rnatilgan. Xo'p, bu yerda keyin avtomatikamiz uchun yana relay давление, ya'ni bosim relesi. Bu nima uchun vazifani bajaradi? Chunki ichki tizimga ma'lum bir demak tizimda umumiy to'ldirishi uchun, masalan, necha etajli zdaniya bo'lsa ham, bino bo'ladigan bo'lsa ham, demak o'ziga belgilangan ravishda bosim ko'rsatkichi qo'yilishi kerak. Masalan, 4 qavatli bino bo'ladigan bo'lsa, umumiy bino balandligi 12 metr deb olsak, miqdor jihatdan, demak bosimda u yerga demak bino balandligidan yana 5 metr qo'shib, umumiy 17 metr, taqriban 1.7 bar bosim, o'sha 1.7 bosimda sistema to'ldirish kerak. Undan yuqori bosimi ortiqcha hisoblanadi. Undan kami esa demak tizim to'lmay qolib, demak oxirgi etajlarga yaxshi bosim radiatorlar to'lmay qolishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun demak bosim relesi o'rnatilgan. Bosim relesi belgilangan значениyaga rostlanadi, to'g'rilanadi. Bu yerda ko'rish ozgina qiyin ekan, demak ikki bar bosimga, ya'ni 20 metrga rostlangan ekan. Bu ham допустимо. Demak 20 metr balandlikdagi 20 metr suv ustuni bosimi bu maktabimiz uchun yetarli hisoblanadi. Undan keyin esa bizda yana antivibratsionniy stavkamiz. Bu yana o'sha nasosimiz ortiqcha vibratsiya bilan, ya'ni tebranish bilan ishlaydigan bo'lsa, demak ichki tizimga ortiqcha noqulaylikni olish uchun bu stavkamiz qo'yilgan. Bu boya aytganimdek, bu ham hali montajdagi xatolik. Buni mana bu shpilkalarni kesib olib tashlash kerak. Bu chunki отгрузка vaqtigina umumiy konstruksiyaning jo'stkisligini, mustahkamligini ushlab turish uchun qo'yilgan chora bo'lgan. Buni montajdan keyin olib tashlash kerak. Xo'p, undan keyingi demak filtrdan oldingi manometrimiz, ya'ni bosim manometri, bosim o'lchagicha va bu yerda sechitniy filtrimiz. Bu sechitniy filtrimiz demak nasoslarga, ya'ni sirkulyatsion nasoslarga ketayotgan suvni tozalab berish uchun foydalaniladi. Va bu yerda yana men quvurni salab berib qo'ygan, demak manometr qo'yilmabdi bu yerga. Demak manometr bosimni vizualni ko'rishimiz uchun demak manometr qo'yilishi kerak. Bu relay давленияmiz yana. Bu relay давленияmiz demak bu nasoslarni quruq ishlab qolishdan himoya uchun qo'yilgan relay давление hisoblanadi. Demak sistemada qanchadir bosimdan suv bosim kamayib ketadigan bo'lsa, nasoslarni quruq ishlab qolishdan, ya'ni suxoy ishlab qolishdan himoyalash uchun qo'yilgan relay давление hisoblanadi. Demak bizga sistemada taqriban 1 bar bo'ladigan bo'lsa, 1 bardan suv kamayib ketadigan bo'lsa bosimi, demak nasoslar ishlamaydi. Ya'ni nasoslar quruq ishlab qolishdan himoya relesi hisoblanadi. Va obratga T21 o'zelimiz kelyapti. Demak T21 o'zeli 2 ga ajralyapti. Xo'p, shaharsozlik normalariga ko'ra отопление blokimizga обязательный ikkita sirkulyatsion nasos o'rnatilishi kerak. Bu nima uchun? Chunki masalan bittasi основной ishlab turganda, ikkinchisi zaxirada bo'lishi kerak. Qachonki bittasi texnik nosozlik tufayli ishdan chiqadigan bo'lsa, tizim to'xtovsiz ishlash uchun avtomatik ikkinchisiga ishlatib yuborish uchun demak ikkitadan nasos qo'yilishi shart, обязательный. Xo'p, bu ikkita nasosni alohida berkitish uchun
sharovoy kranlarimiz, ya'ni zaporniy armaturamiz va nasosdan oldingi bosimni ko'rish uchun manometr uchun joylarimiz va ikkita nasosimiz, sirkulyatsionni nasos. Bu yerda nasoslarimiz, demak, Vilo brendidan chistotniy преобразователь, ya'ni invertorli nasoslarimiz qo'yilgan va bu nasoslarimiz, sirkulyatsionni nasoslarimiz mokriy rotorli nasoslar hisoblanadi. Bu ya'ni mokriy rotor qachonki qo'llaniladi? Demak, bu yerda shovqin darajasi past, asosiy afzalliklari o'shanligi uchun demak mokriy rotor tipdagi va invertor nasoslarimiz foydalanilgan, ishlatilgan. Va nasoslardan qaytib ketyapti, chiqyapti teplomennikka qarab. Nasoslardan keyin o'z navbatda mana bu ikkita ko'rib turgan drenajniy vixtlarimiz bor. Drenajniy chiqish yo'llari, ya'ni sliv qilib yuborish uchun tizim mabodo remont qilishga yoki nimadir tizimni bo'shatish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, bu sistemadagi suvni chiqarib yuborishimiz uchun. Xo'p, bu yerda demak nasoslardan keyingi bosimni ko'rish uchun manometrlar uchun joy. Va nasoslardan keyin обратный klapanlarimiz, ya'ni qachonki masalan ikkita kranimiz ham ochiq turgan holatda nasos ishlagan holatda napor bosim beradi. Demak, suvni haydaganda обратный qaytib bu liniyani o'zida aylanib qolmasligi uchun ikkinchi liniyasidan suv harakati yo'nalishini cheklovchi обратный klapanlarimiz. Bu tomonga o'tsak. Xo'p, обратный klapanlardan keyin zaporniy armaturalarimiz ya'ni berkituvchi klapanlarimiz va yana bu yerda umumiy bitta turbaga birlashgan holatda bu yerda manometr uchun joy va haroratni ko'rishimiz uchun termometr. Va bu yerda yana drenajniy chiqish yo'li. Va teplomennikka kirib ketdi. Demak, umumiy mana shu joygacha bo'lgan qismi отопление, ya'ni isitish tizimini T21 uzeli deb qaraydi, hisoblaymiz buni. Xo'p, bu T21 bo'ladigan bo'lsa, obratga ichki tizim obratkasi T21 bo'ladigan bo'lsa, ichki tizim podachasi T11 hisoblanadi. O'sha обозначение bilan, ya'ni o'sha shifrlash orqali biz texnik tilda umumiy texniklar yoki loyihachilar o'sha orqali bir-birini tushunishadi. Ya'ni T11, T21. Bu esa demak trassa magistral tomonidan kirib kelish quvuri esa T1. Mana bu reguliruющий armaturalar qo'yilgan o'zi T1 va magistral tizimga qaytish, ya'ni obratkasi esa T2 hisoblanadi. Xo'p, отопление blokimizning yana bir qismi, demak, biz teplomennik orqali tizimni zakritni, ya'ni yopiq kotelniy tizimidan mustaqil tizimga aylantirdik. Demak, bu yerda demak ichki tizim o'zi alohida gidravlikasi ajralib qoladi. Bu gidravlika orqali demak bu yerda tizim yopiq tizim bo'ladi. U yerda suvni harorati oshishi yoki suvni harorati tushishi hisobiga demak tizimda boyagi suv hajmiga nisbatan o'zi fizikadan ma'lum, hamma jism yoki nima hamma narsani o'zi harorati oshsa, demak uni hajmi kengayadi. Demak, harorat oshib ketadigan bo'lsa, tizimda ortiqcha bosim hosil bo'ladigan bo'lsa va ortiqcha suv hajmi hosil bo'ladigan bo'lsa, uni kompensatsiya qilish uchun расширительный baklarimiz bor, ya'ni kengayish baklari. Ya'ni bu yerda demak harorat silishkim oshib ketadigan bo'lsa, silishkim emas, o'sha belgilangan darajada 90 gradus yoki 70 gradusga yetadigan bo'lsa, demak suv hajmi kengayadi. O'sha kengaygan hajmni qoplash uchun, ya'ni deb предохранительный klapanni ishlataverib, ortiqcha suvni chiqarib yubormasdan, keyin podpitka tizimini deb ishlatavermasdan, ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish uchun tizimda расширительный baklardan foydalanilgan. Keyin harorat tushadigan bo'lsa, suv hajmi kamayadi. Bu esa o'z navbatda bosim kamayishiga sabab bo'ladi. O'sha bosim kamayishini ham qoplash uchun расширительный baklarimiz bor. Расширительный baklarning ichida rezina membrana bo'ladi. Rezina membrana o'zi xuddi
shar bor-ku, sharga o'xshab ishirilgan holatda bo'ladi. O'sha sharni belgilangan demak tizim biz hozir 2 barga qo'ygan bo'lsak, расширительный bakni ham 1.8 barlarga настройка qilinishi kerak bo'ladi. O'sha asosda demak bosim yo'qotilishi yoki bosim kamayib ketishi yoki oshib ketishini qoplab o'ziga ortiqcha bosimni olib olishi, ortiqcha hajmdagi suvni va ortiqcha kerakli bo'lgan hajmdagi suvni berish uchun hadeb podpitkani ishlatavermaslik uchun расширительный baklarimiz o'rnatilgan. Xo'p, отопление blokimiz shular va bunga bizga e'tibor bersangiz asosiy pitaniya kabelimiz kiradi. Demak, umumiy ITPni, individual issiqlik punktini elektr energiyasi bilan ta'minlab beruvchi manba hisoblanadi. Va ikkinchi kabelimiz esa bu yerda tashqi havo harorati datchigi o'rnatilgan. Ya'ni tashqaridagi havo haroratiga qarab demak obyekt ichidagi havo haroratini mo'tadil bir xilda ushlab turish uchun foydalaniladigan avtomatikani bir qismi hisoblanadi. Pogoda зависимый avtomatikani bir qismi. Ya'ni bunda qanday ishlaydi? Xo'p, bizda o'zi temperaturniy grafik belgilangan bo'ladi. Demak, tashqi havo harorati hisobiy nazariya bo'yicha olinadigan bo'lsa, -14 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak, ichki radiatorga berilayotgan suvning harorati 95 gradus bo'lishi kerak. Misol uchun, demak, tashqi havo harorati demak -14 emas, -10 bo'ladigan taqdirda, demak, havo harorati, demak, radiatorga berilishi kerak bo'lgan teplonositilni harorati 85 graduslar atrofida berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'z navbatda o'sha arifmetik logaritmik ko'rinishda demak mana shunaqa grafa tuziladi, chiziladi. Demak, bu yerda tashqi havo harorati -14, -10, -5, 0 gradus bo'ladigan bo'lsa, 95, 85, 80, 76 shu asosda grafiklar belgilangan bo'ladi. Ya'ni bu kotelnikni ortiqcha issiqlik energiyasini foydalanmaslik uchun kotelnik ortiqcha isrofgarchilikdan oldini olish maqsadida bu avtomatikadan foydalanilgan. Xo'p, отопление blokimiz shulardan iborat. Demak, bu отопление blokimiz bu yerda demak alohida platformaga o'rnatilgan. O'zi bu elektr xavfsizlik jihatdan har bitta blokimiz demak kontr-zazemleniyaga ulangan. Mana xonani atrofiga e'tibor bersangiz, demak, xona umumiy zazemleniya qilingan, ya'ni yerga ulangan. Ya'ni mabodo bu baribir texnika, qayerdandir tok o'tishga bo'ladigan bo'lsa, inson yoki xavfsizlik, personallar xavfsizligini inobatga olgan holatda bu zazemleniya qilingan sistema. Xo'p, отопление blokimiz shu qisqacha. Endi GVS blokimiz, ya'ni isitish issiq suv tizimi bloki. Xo'p, issiq suv tizimi bloki nima? U qanday ishlaydi? Demak, issiq suv tizimi bloki, bunda ham bizda teplobmenlik mavjud. Teplobmenligimiz bu yerda magistral qozonxonadan kelayotgan issiq suvni energiyasini, issiqlik energiyasini olib, vodokanaldan kelayotgan, ya'ni markaziy sovuq suv liniyasidan kelayotgan sovuq suvni olib, demak, o'shani issiq suv haroratini oshirib, issiq suv ko'rinishida yetkazdirib berish uchun mo'ljallangan tizim hisoblanadi va o'sha prinsip asosida ishlaydi. Xo'p, bu yerda o'sha shankani bir punkti bor, ya'ni отопление bilan GVS ni quvvatlari nisbati 0.2 dan 1 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, issiq suv tizimi bloki do'stpenchli, ya'ni 2 pog'onali tizimda loyihalashtirilishi kerak degan talabi bor. Shu asosi bo'yicha shu talab asosida bu 2 pog'onali teplobmenlik qo'yilgan, ya'ni do'stpenchli teplobmenlik. Ya'ni bu qanday ishlaydi? Demak, bizda отоплениyaning obраткasi bor. Отоплениyaning obраткasi bizda T2 markirovka bilan belgilaymiz. T2
Bu отопленияning обраткasi двухступенчатый исполнениеda demak GVS ga kirib kelishi T22 bo'ladi. Ya'ni T22 markirovka bilan belgilanadi. Ya'ni bu отоплениyadan kelayotgan suvning haroratini yana ham maksimal ravishda yechib olish uchun, ya'ni kotelniga yuqori haroratli temperaturali suv qaytib ketmasligi uchun kotelnikni foydalanish koeffitsiyentini tushirib yubormaslik uchun, demak bu yerda maksimalniy harorat yechib olishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu ikki pog'onali tizim o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni qanday ishlaydi? Demak, bu yerda kotelnikdan 70 gradusli suv qaytadigan bo'lsa, kotelnikdan hozir отопление blokimizdan demak sovuq suvimiz расчетныйsi где-то 5 yoki 10 gradus bo'ladigan bo'lsa, boringki 15 gradus bo'lsin. O'sha 15 gradusda kelayotgan suvda birinchi pog'onada demak отоплениyadan kelayotgan T22 miz orqali bir-biriga energiyani o'tkazdiriladi. Ya'ni har taxminan 15 gradusli suvni 40 o'sha atroflariga 35-40 gradusga yetkazib yuboriladi birinchi pog'onada. Ikkinchi pog'onada esa bu magistraldan kelayotgan T1 miz orqali demak 90 yoki 110 gradus kelayotgan haroratli suvdan olib, boyagi 35-40 gradusli suvni biz GVS uchun 55-60 haroratli issiq suvga olib kelish uchun foydalanamiz. Bu orqali demak biz kotelnik uchun, ya'ni qozonxona uchun, qozonxonani himoyasi uchun, qozonxonani demak effekt samaradorligini saqlab qolish uchun bu foydalanishli tizim qo'llanilgan, ya'ni bu исполнение qo'llanilgan.